meni tushimga kiradi. Bundan 2 yil oldin men bir daraxtga tosh otib qo'yganman. Aka qarang, to'xtang. O'zingiz muammo o'zingizdami? Ha, o'zimda. Nima o'ylayapsiz? Tushimga kiradi va u meni ushlab qayerlargadir olib ketadi. Va u menga aytadi, sizlar meni o'ldira olmaysizlar. Aka, Sizlar mendan ancha yillar oldin aka, to'xtab turing aka, to'xtab turing. Tosh otganman deyapsiz-ku, kunduzi hayotda tosh otganmisiz? Tushunmadim. Yo'q, kunduzi hayotda, kechasi hayotda o'ynashib tosh otilgan va u sirazi menda sovuq ter chiqib ketgan va men bilganman. Toshni qayerga to'xtang aka. Toshni qayerga, qisqaroq kerakli gapni gapiring. Toshni qayerga otgansiz? Men toshni daraxtga otdim. Qanaqa daraxtga? Tol. Tolga. Necha yoshingizda? Oldin yoshligingizdami? Yaqindami? Yo'q, 2 yil oldin, 19 yoshimda, 20 yoshimda. 19 bo'ldi, tushunarli. Endi to'xtang. Keyin tushingizda siz nima bo'ladi dedingiz? U meni tushimga kirdi. Va meni yoqamdan ushlab boshqa uyimizga olib bordi. Boshqa uyingizga, qaysi uyingizga? To'xtang, qaysi uy? Ya'ni uylar bormi? Akalarim uylari, endi buvalarim uylari. U yerga olib bordida, krant oldida F4170 yozuvi bor edi. U menga aytdiki, men shu yilda tug'ilganman. Sizlar meni o'ldira olmaysizlar, odam bolalari dedi. Va u yana o'zimni xonamga olib keldi. Buvalarim uyidan o'zim uyimga olib keldi. Va men u yerda namoz o'qiyapman. Ihdina sirotal mustaqim degan joyda oldimda juda ham katta tezlikda aylandim. Mustaqim deb baqirib. Va undan keyin kichkin vaqt o'tgandan keyin biz yana boshqa umuman men bilmagan joyga bordik. Men, otam, onam. Va u yerda bir kapa bor edi. Uy yonib ketgan edi. Yonib ketgan, biz uni sotib oldik va u yerni biz oqlaymiz dedik, haligi rang beramiz dedik. Keyin ota-onam ketishdi, men ularga yeta olmayapman. Orqamdan kelyapti, to'xtatib, sen bu uyda yasha olmaysan, senlarni bu yerda yashatmaymiz. Yashatmang, hech narsa qilmasdan, bo'yamasdan, mashq holatida yasha. Bo'lmasa men seni yashatmayman dedi. Undan keyin xo'p dedimda orqamda yana ketayotgan joyimda yana bitta ayol kishi qo'limdan ushladida, to'xta, endi yashashing mumkin dedi. Keyin nima dedi? U endi o'ldi dedi. Boshqa senlarni bezovta qilmaydi dedi. U hali erkak kishi o'ldi dedi. Keyin o'sha erkak jin o'ldi dedi. Ayol kishi chiroyli, uni yuzini eslay olmayman. Keyin u kimingiz bo'ladi desam, u meni erim bo'ladi. Endi sizlarni bezovta qilmaydi dedi. Oradan keyin yana 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin xuddi o'sha jin yana keldim men seni oldingga deb keldi tushimda. Erkak, ha. Men seni ichingga kirishim kerak, ichingga kirishim lozim dedi. Keyin men senga ruxsat bermayman, qo'rqish yo'q, qandaydir ruxsat bermayman men senga dedim. Va u menga aytdiki, unda dedi ukangga kiraman dedi. Keyin men yig'ladimda, yo'q, sen ukamga kirma. Unda deyapti, ukangga ham kirmayman-da, onangga kiraman dedi. Va 3-4 oy o'tdi, dam solindi. Keyin ukamdan ham jin chiqdi, onamdan ham. Keyin shu kunlarda tushlarim juda ham bulg'ashyapti. Hojatxona shu najosatga bosib yuzimga sachrab ketadi. Suvda cho'milyapman, suvda qarmoq bor, qarmoqqa kirchoviga ilinib qolyapman. Qarang aka. Shunaqa muammo. Bo'p, to'xtang. Qarang, siz o'zingiz hayotda nima o'ylayapsiz? Yuraklar siqilyaptimi? O'zingizni o'ldirgisiz kelyaptimi? Uydan chiqib ketgisiz kelyapsiz? Nima o'ylayapsiz? Uydan ham chiqib ketgim kelyapti. Bu bir uyimdagilar bilan urushim kelyapti. Bu ikki. To'xtang, uydan chiqarish, uydan chiqib kelyapti. Keyin o'zingizga zarar yetkazib kelyapsizmi? Yo'q, unaqa xayolda bo'lmayapti. Faqat uydan chiqib ketish jahl juda ko'p.
Nimaki ishga qo'l ursam umuman bo'lmayapti. Hammasi orqaga qarab ketyapti. Pramo efir qancha nima ko'ryapsiz Qur'on o'qiganda pramo efirda biznikini? Yaqindan ko'rish boshladim. Qancha shu? Bir haftadan beri sizni kuzatyapman, chunki bilmas edim, reelsdan chiqib olib sizni meni qarang. Bo'pti, значит pramo efir. Qarang, xullas sizki Alloh alam bitta jinga zarar berib qo'ygansiz. Birodarlar, qaranglar, birodarlar. Jinlar ko'pincha mevasiz daraxtlar ko'p bo'ladi. Mevasiz daraxtlar jinlar ko'p bo'ladi. Siz katta jinga zarar berib qo'ygansiz, berganda uyini buzib qo'ygansiz. Uyini. Oilasini buzib qo'ygansiz, oilasiga zarar berib qo'ygansiz. Tushundingizmi? Oilasiga zarar berganligingiz uchun u sizni oilangizga kirishyapti, oilangizga o'chashyapti. Tushundingizmi? Ayez bilan ukangizga jin aniq chiqmagan ularda. Men javob beraman. Chiqmadi. Onamnikiga domlani kuchi yetmadi. Ozgina mazasi qochib qolib ketdi. Onangiz ham chiqmagan, ukangiz ham chiqmagan. Faqat u jin sizni kechirmaguncha u yerdan chiqmaydi, ketmaydi. Tushundingizmi? Tushingizda haligi "Men uyda yashamaysan" deyapti, chunki siz unga zarar berib qo'ygansizda, keyin yoshini kattaligini, mancha yil tug'ilganman deyapti, u jinni kattaligini bildiradi. Kuchli jinligini bildiradi. O'chashgan jin ham yomon bo'ladi-da, o'chashgan jin ham yomon bo'ladi, ular qattiq o'chashadi. Domla, men magazinda ishlaganman va magazinda bir ayol kishi qo'l ostimda ishlagan. Endi men haligi ipchalarni topib olardim, tugilgan ip va men uni kamerada ko'rganman. U ayol suv ichib, nimadirlar qilib suvlarni separdi. Sehr qilardi ekan sizga. Ha, shundan keyin magazin ham yopilib ketdi, orqasidan qarz-qurs ko'payib ketdi. U yoqqa suv sepsa yaxshi ketasiz. Mana sizga o'chashgan jin nima bo'ladi? Yomon bo'ladi o'chashgan jin. U sehrdan qolishmay yomon o'chashadi ular. Oilasini uyini buzib qo'yibsiz-da, hozir shu muammo. Siz shifo shafrani ichib ko'rdingizmi hech? Ichib ko'rdim. U shifo shafrani sizdan kelgan katta bakalashkada ichida listi bor ekan. Uni onam berdilar menga. Nimaligini tushunmadim. Meni qarang, bo'ldi, men eshitdim, hozir boshqa ulashim. Xullas siz ayting, nima qilasiz? Mana ona jin sizni kechirmaguncha u sizni tek qo'ymaydi. U jinlar, Alloh azza va jalla jinlarni xuddi bizga o'xshab yaratgan. Ular aqli bor, o'zining haqlari bor. Oysha onamiz nima qiladi? Bitta jinni o'ldirib qo'yadi. O'ldirgandan keyin ana shu jinni o'ldirganligi uchun nimasini to'laydi. Nima deydi? O'zbekchasini bilmayman. Fidya deb qo'yadi, nimasini to'laydi. Nalogini to'laydi bunday aytganda. Tushundingizmi? Shuning uchun odamlar ham jinlarga zarar berish haqqi yo'q, jinlar so'kish haqqi yo'q. Masalan, bir odam sizni uyingiz buzib yuborsa, siz ham o'chashasiz-ku, yomon ko'rib qolasiz, dushman bo'lib qolasiz unga. Umr bo'yi yomon ko'rib ketasiz. U ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun men sizga tavsiyam, siz shu uyingizga borganda buni astodil kechirim so'rab qo'yishingiz kerak. Tavba qilib astodil. Tushundingizmi? O'sha tosh otgan joyimga boribman. Yo'q, endi shu qayerda uyingizga boring, hozir uyingizda yuribdi, vallohu alam. Uyingizda bezovta qilyapsizlarmi? Keyin kechasi mevasiz daraxtlarga ko'pincha yaqinlashmang. Bo'ptimi akajon? Endi kecha kunduzini hech narsa emas. Kechasi ashada o'rtoqlarni gaplashib o'tirib, yerda bir narsa qilib yurmang. Yaqin mevasiz daraxtlarga, Siz shu uyingizga borasiz, borib turib, masalan, bir odamdan kechirim so'raganda kechirim so'rab qo'yishingiz kerak-da. Yaxshi bo'lish uchun emas. Kechirim so'rasang yaxshi ketaman degan niyatda emas, bunday haq erkkecha kechirim so'rab so'rashingiz kerak. Tushundingizmi? Agar u sizni kechirsa, siz qo'lni yaxshi ketasiz. Dam soldirishingiz ham shart kerak emas. Siz chiqib ketadi, bezovta qilmaydi sizni. Tushundingizmi, birodar? Tushundim. Xo'p, mayli.